Men bilgan soliq xizmatchisi oldindan shakllangan stereotiplardan butunlay farq qiladi. Ko'pchilik soliq xizmatchilarini faqat hujjat tekshiradigan, soliq oladigan yoki jarima soladigan inson sifatida tasavvur qiladi. Aslida esa ular jamiyat taraqqiyoti va mamlakat iqtisodiy barqarorligining tayanchi bo'lgan fidoyi va mas'uliyatli mutaxassislar hisoblanadi. Bu inspeksiyada davlat byudjetida katta va o'ta muhim rol o'ynaydigan yirik korxonalar bilan soliq munosabatlarida o'zaro hamkorlikda ish olib boriladi. Men Berdiyor Turopov. Bazaviy mutaxassisligim soliqlar va soliqqa tortish. Ushbu yo'nalishda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2003-yilda bakalavr va 2005-yilda magistr darajalarini olganman. Biz ta'lim olgan davrimizda vazirlik va idoralarning rahbar xodimlari tegishli yo'nalishlar bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining kafedralariga o'rindoshlik asosida kafedra mudiri etib tayinlash va boshqa shakllarda kafedralarga biriktirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan edi. Universitetning moliya, soliqlar va soliqqa tortish kafedrasiga Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Gadoyev Erkin Fayziyevich biriktirilgan edilar. U kishi chuqur bilimi va ulkan tajribasi bilan bir tomondan talabchan rahbar sifatida, boshqa tomondan mehribon ustoz sifatida talabalarga individual yondashgan holda nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llash orqali barchaga o'rnak bo'lar edilar. Qisqa vaqt ichida ustozimiz ko'pchilikning, shu jumladan mening ham idealimga aylanib, barchamiz u kishidek soliq xizmati xodimi bo'lishga intilar edik. Mening tasavvurimdagi soliq xodimi avvalo halol, adolatli va bilimli inson. U iqtisodchi, yuridik bilimga ega, zamonaviy axborot texnologiyalarini yaxshi biladi va eng muhimi xalq bilan muloqot qilish madaniyatiga ega. Soliq xizmatchisi nafaqat soliq to'lovchini nazorat qiladi, balki unga yordam beradi, yo'l ko'rsatadi, qonunchilikdagi yangiliklarni tushuntiradi. U doim jamiyat manfaati va tadbirkorlik erkin faoliyati o'rtasida muvozanatni saqlashga harakat qiladi. Men esa taqdir taqozosi bilan 2003-2007 yillarda qurilish sohasida, 2007-2025 yillarda neft-gaz sohalarida faoliyat yuritdim. Ma'lumki, oxirgi vaqtlarda soliq organlarida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yuritgan mutaxassislarni jalb qilinishi kuzatilmoqda. Bu esa menga soliq organlarida ishlash, neft-gaz sohasida yig'gan bilimlarimni soliq organlarida sinab ko'rish va yanada kengaytirish imkoniyatini yaratdi. Joriy yilning fevral oyida soliq qo'mitasining yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasiga xavfni va transfert narxlarini tahlil qilish bo'limiga qabul qilindim. Ko'p yillar davomida bir soha korxonasida faoliyat yuritgan mutaxassis sifatida mingga yaqin iqtisodiyotning turli sohalarida mansub yirik soliq to'lovchilar bilan ishlovchi inspeksiyada faoliyat yuritish men uchun bir tomondan katta mas'uliyat yuklasa, boshqa tomondan yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishni talab etmoqda. Xususan, o'zaro aloqador shaxslar o'rtasidagi nazorat qilinadigan bitimlar to'g'risidagi xabarnomaning shaklini, shuningdek uni to'ldirish va nazorat qilinadigan bitimlar to'g'risidagi xabarnomani elektron shaklda taqdim etish tartibi to'g'risida yirik soliq to'lovchilar bilan ishlash jarayoni menga transfert narxlarini belgilashda soliq nazoratida foydalaniladigan usullar, bitimlarning shartlarini taqqoslash tahlili va transfert narxini belgilashda soliq nazoratida foydalaniladigan usullar to'g'risida nazariy bilimlarini amalda qo'llash va yanada kengaytirish imkoniyatini bermoqda. Kelajakda moliyaviy institutlar, tog' kon sanoatining turli yo'nalishlari, kimyo va iqtisodiyotning boshqa ko'plab soha korxonalari bilan ishlash orqali men uchun yangi kasbiy imkoniyatlar ochilishiga ishonaman. Men bilgan soliqchi vatanparvar inson. U o'z vazifasini bajarish orqali mamlakat byudjetini to'ldirishga xizmat qiladi. Axir byudjet mablag'lari nafaqa, yo'llar, maktablar, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy sohalarga sarflanadi. Shuning uchun soliq xizmatchisi zimmasidagi mas'uliyat juda yuqori. Bugungi kunda soliq tizimi tobora zamonaviylashib bormoqda. Jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Bu ishlar ortida ham aynan fidoyi soliq xizmatchilari turibdi. Ularning mehnati natijasida jarayonlar soddalashmoqda. Soliq to'lovchilarga qulayliklar yaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda, men bilgan soliq xizmatchisi xalq xizmatida,
halollik va adolat tamoyillariga sodiq, yurt iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi insondir. Bunday fidoyi xizmatchilar jamiyatimizda hurmatga munosibdir.